وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الخلق قال رجلين أنصاريين وهو مع زوجة صفية إن صفية فكيف بغيره. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam e'tikofda o'tirgandilar. E'tikofda o'tirgan paytlarida yonlariga ayollari Sofiya juft halollari kelib ziyoratga keldi. Keyin ko'chachi kuzatib qo'ydilar. O'shanda ikkita ansoriylar ko'rib qoldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam albatta bu yerda faqat shaklni ko'rishdi. Lekin bilishdi payg'ambar turibdi. Payg'ambar yonida ayol. Keyin payg'ambar bu holatni ko'rgandan tezlashdi. Aytdilarki ala rislikuma to'xtanglar. Inna Sofiya. Bu mana ayolim Sofiya bu. Ya subhanalloh. Nima u baytul qasid? Ma huwa wajhul istishhad? Ma huwa wajhul shahid? Ay inson pot, ya'ni sabab bu bermasin odamlarga yomon gumon qilishlikka. O'shanga aytishdiki, nima deysiz ansoriy nima deydi? Subhanalloh ya Rasululloh. Ya Rasululloh biz sizga shunaqa gumon qilishimiz aslo mumkin emas. Kim agar gumon qilsa Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nomahram ayollar bilan yuradi, kufr bo'ladi billahi. Payg'ambar nomahram ayollar bilan yurib gaplashib o'tiradi, gap sotadi. Xuddi fosiq gap sotgandek. Kufr bu. Qaysi inson shuni e'tiqod qilsa, gumon qilsa dindan chiqadi. Nima javob berdilar? Inna shaytona yajri ibn Adam majraddam. Ay shaytonga shon xususiyat bergan inson ichiga kirib, vasvasa qilib qilish qurbi unga qobiliyat berilgan. Ay aytmoqchilarki, bu meni ayolim Sofiya. Men payg'ambar bo'lishimga qaramasdan, agar hozir bu eshikni ochib yopmaganimda, sizlar uyga borib shaytonsan tinch qo'ymasdi. Shumi nabiy? Shumi rasul? Shumi tohirlik da'vo qilgan? Kimlar turibdi gaplashib? Nima haqida gaplashyapti? Ha, shayton vasvasa qilishi mumkinmi? Majol qoldirmaydi shayton. Majol qoldirmaydi. Qo'ldan kelgancha insonlar dindan chiqarsa. Majol qoldirmaydi. Shunga aytilgan inna Sofiya. Mavzu yopildi. Va biz nima foyda olamiz? Biza istinbot qilamizki, aytmay menga Alloh bilan oramda bo'lgan muomalam kifoya. Odamlarga umuman ularning gapi, ularning nimasi menga umuman qizig'i yo'q deb. To'g'ri, agarda ular sizni diningizga e'tiroz bildirsa, unda to'g'ri. Bu narsani qaralmaydi ham biladi. Lekin umuman odamlarning fikri e'tiborga olinmasligi, ammo shubha joyga kirgandan keyin men qalbim pokiza deb aytishligi, vallohi Alloh qasam iching. Odamlar ham ishonmaydi. To'g'ri birodarlar? Chunki ishonch bu juda qimmat narsa. Agar berib qo'ysangiz, o'zingizdan ko'ring. Xo'p, aytlarki, fakayfi bi g'ayriki. Pokiza bo'lgan zot shu majol qoldirmaslik uchun aytlar inna Sofiya deb aytgan bo'lsa, qolganning holi qanaqa bo'ladi? Qo'yuring qolganning holini. فالحاصل ألا تثق بنفسك وتقول إن الناس لن يظن بي شيئا. أي حاصل أي نتيجة bu oqibat saboq olinadigan narsa o'zingizga ishonib qo'ymasligingiz. وتقول إن الناس لن يظن بي شيئا. Odamlar haqqimda yomon gumonga bormaydi. Bu g'urur bu. Boshqa so'zni men ta'bir qilmayman. Bu g'urur bu. فأنت إن كنت عند الناس بهذه مثابة. Ay odamlar orasida siz shunaqa bir makonatli joy, makonatli odam bo'lsangiz ham, lakin shayton yulqi fi qulubi shar. Lekin shayton ularning qalbiga yomonlik tashiydi. Odamlar bir xil birodarlar. Odamlar bir xil birodarlar. Odamlarga vasvasa qilganda, vasvasaga difo qilib, rad qilib, uni qabul qilmaslik insonlar bir xilmi? Yo'q. Kimdir aytadiki, "Iqsadulloh, umal ustozim. Hatto o'ylamayman men u haqida yomon gumonga borayman."
Ikkinchisi, yo'q, shunaqa bo'lishi mumkinmi? Ha, bu sani ustozing. Ko'ryapsanmi, dini juda qattiq ushladi. Undan uzoqlashgan. Bu yaxshi odam emas. Ha, shunaqami? Bo'lishi mumkin emas bu narsa. Mumkin. Shayx shuni qasd qilyaptilar. فأنت وإن كنت عند الناس بهذه مسابة أي مسابة مكان أي joyi sizni mustahkam. Alhamdulillah, odamlar haqingizga yaxshi gumon, lekin sabab bu narsa eshigini ochmang, uni g'ururlanmang. Zaiflar ham bor. Va ba'zi paytda subhanalloh bitta safih aqlsiz bir gap gapiradi. Xuddi qurigan o'tda olov yongan yonib ketib qoladi. To'g'rimi? Qancha bir holatda bo'lgan. Bir odam safiy bir gap gapirgan, zohiran bir mayda gap bu. Lekin birdaniga jiddiy gapga aylanib ketib qolgan. Shayton shayx, lakin shayton yulqi fi qulubihim shar. Lakin harf istidrak. Lekin esdan chiqarmay bu narsani. Shayton bu yerda adu, ladud, aduvul mubin, ochiq oydin dushman. Bil mirsad, ay fursatni poylab turadi. Fursat paydo bo'ldimi, eshik ochildimi, u aytmaydi, bugun men 10 mingta odam do'zaxga qildim yoki do'zax kirish sababchi bo'ldim. Buni borib damala qoladi. Unda unaqa narsa yo'q, shuncha yo'q. 10 mingta qildimi, bittasi ham paydo bo'ldi, uni ham o'tarishga harakat qiladi. Hatta yattahimuka bima anta minhum bari. Ay hattoki agar siz hozir bir narsa qilsangiz, odamlar men haqimda odamlar ko'p odamlarda yaxshi gumonda, ko'p odamlar men haqimda yaxshi gumonda ki bir narsa qilib qo'yishligingiz shubhali narsani nima qiladi, odamlar sizga tuhmat qilishi mumkin. Bima anta minhum bari va unga aloqangiz umuman yo'q. Lekin bir shubhali qilganish uchun o'sha gumonga borishdi. Fatajannab mawatin rib hatta taslama min ar-riba. Ay uzoq bo'ling mana bu shubhali joylardan, tolib ilmga loyiq bo'lmagan joylardan.